Kelmaydiganga o'xshaydi. Nima bo'lsa bo'ldi. Ketdim men. Sen meni qullikdan ozod etding. Tilagingni. Yo astag'firulloh. Sen kimsan? Men shu shamchiroqni quliman. Meni bu shamchiroqdan qutqarganing uchun men seni 3 ta tilagingni bajaraman. Tilagingni. Nima? Rostdan. Undachi meni birinchi tilagim mahallamiz hamma ko'chasi asfalt bo'lsin. Bajarildi. Alo. Nima? Mahallamiz asfalt bo'ldi? Menda ikkinchi tilagim bor. Endi mahallamizga bolalar maydonchasi qurilsin. Ha, bunisi ham bajarildi. Uchinchi tilagim. Boyagi asfaltning ikkita cheti hammasi chiroq bo'lsin. Aka, so'ragan tilaklaringizni qarang. Shuncha tilak uvol qildingiz-a. Bu tilaklarni harakat qilib, OPM budjetdan ham yutib olsangiz bo'lardi-yu.